Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun bepul arab tili darslarimizni 27-qismi. Bugun darsimiz davomida sizlar bilan o'tgan darsimizda o'rganib kelayotgan izofa mavzusi, nido harflari va shunga oid barcha mashqlarni birgalikda nihoyasiga yetkazamiz. Bugun kitobimizni 31-sahifasidagi 8-mashqdan boshlab o'qishni boshlaymiz va 5-darsimizga oid barcha mashqlarni nihoyasiga yetkazib qo'yamiz. Tayyor bo'lsangiz, darsni boshladik. 8-mashqda bizga surat orqali misollar berilgan. Bu suratdagi misollarni qanday bajarishimizni birinchi namuna orqali bilib olamiz. Birinchi namunada bizga kitob tasvirlangan va bu kimning kitobi ekanligi haqida savol tuzilishini o'rgatilgan. Ya'ni kitabu man hada? Bu kimning kitobi? Bu so'roq gapimizdagi kitabu man izofa bo'lib kelmoqda. Kitabu so'zi muzof, man esa muzofun ilayh. Shu o'rinda sizda savol tug'ilishi mumkin. Ustoz, nega man kalimasi majrur holatda emas? Sababi man kalimasi mabni bo'lganligi uchun o'zini holatidan boshqa holatga o'zgarmaydi. Ya'ni quloqsiz ismlar qatoriga kiradi. Shu sababli ham man kalimasi mabni holatda, ya'ni o'zgarmas holatda turibdi. Kitabu man kimning kitobi? Hada esa bu ko'rsatish olmoshi. Ya'ni ma'nosi bu kimning kitobi so'roq gapi hosil bo'ldi. Bundan keyingi misollarimizni ham mana shu shaklda, ya'ni suratdagi narsa kimniki ekanligi haqida so'roq gap tuzishimiz kerak. Keyingi misolimizda qalam tasvirlangan. Bu kimning qalami deya savol berishimiz kerak. Qanday tuziladi? Qalamu man hada? Bu kimning qalami? Ya'ni qalamu qalam, man esa kim. Bu ikki so'zni bir-biriga izofa qilib, kimning qalami shaklidagi so'z birikmasi hosil qildik. Bu esa ism ishora. Ya'ni bu kimning qalami so'roq gapi hosil bo'ldi. Keyingi suratda ko'ylak tasvirlangan. Endi biz ko'ylakka nisbatan bu kimning ko'ylagi deya savol berishimiz kerak. Qamisu man hada? Bu kimning ko'ylagi shakldagi so'roq gapni hosil qildik. Qolgan misollarni ham mana shu shaklda bajaramiz. Keyingi suratda bizga uy tasvirlangan. Bu kimning uyi degan so'roq gapni hosil qilishimiz kerak. Baytu man hada? Bu kimning uyi shakldagi so'roq jumlasini hosil qildik. So'nggi misolga o'tamiz. Bizga kravat tasvirlangan. Sariru man hada? Bu kimning kravati? 8-mashqni mana shu shaklda bajaramiz. Shu bilan 8-mashqimizda berilgan barcha misollarni to'liq bajarib bo'ldik. Endi navbat 9-mashqqa. 9-mashqimizda bizga hamzatul vasl, ya'ni ulab o'qilinadigan alifni misollar bilan berilgan. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Birinchi misol ismun. Bu ism degan ma'noni bildiradi. Endi bu so'zimiz oldidan hech qanday harakat kelmasa, alifni hamzasi bo'lmaganligi uchun alifga harakat berib o'qiymiz. Ya'ni ismul valadi Muhammadun. Vav harfining harakatini esa alifni harakatini tushirib, sin harfining harakatiga ulab o'qiymiz. Ya'ni va ismul binti emas, balki vasmul binti shaklida. Ya'ni mana shu alifni hamzasi bo'lmaganligi uchun oldidan hech qanday harakat kelmasa, o'zini harakati bilan o'qiymiz. Agar o'zidan oldin biror bir harf yoki biror bir ismga ulanadigan bo'lsa, demak ayni o'sha harfni o'zidan keyingi harfga ulab o'qib ketamiz. Ya'ni va ismu emas, balki vasmul binti shaklida. Vasmul binti Zaynabu. Ma'nosi quyidagicha. Ismul valadi, bolaning ismi Muhammad va qizning ismi Zaynab. Keyingi misol. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri? Ma'nosi quyidagicha. Mudarrisning ismi Hamid. Mudirning ismi-chi? Endi esa ikkala misolimizda o'qigan ism so'zini tahlil qilamiz. Birinchi misolimizda alifni oldidan hech qanday harakat kelmaganligi uchun alifni o'zini harakati bilan o'qidik. Ya'ni kasrasi bilan ismu shaklida. Ismul mudarrisi deya o'qidik. Endi gapni davomidagi so'roq gapimizda-chi?
masmu, ya'ni alifni harakatini o'qimadik, balki o'zidan oldingi harfni harakatini alifdan keyingi harfni harakatiga ulab o'qidik. Ya'ni umumiy bir qoida bor. Qaysi bir alifni ustida yoki ostida hamzasi bo'lmasa, u alifni barchasini quyidagicha o'qiymiz. Ya'ni oldidan harakat bo'lsa, o'sha harfni harakatini o'zidan keyingi, ya'ni alifdan keyingi harfga ulab o'qiymiz. Endi o'zidan oldin hech qanday so'z yoki harf bo'lmasa-chi, o'zini harakati bilan, kasra bo'lsa kasra, fatha bo'lsa fatha, domma bo'lsa domma harakati bilan o'qib ketamiz. Keyingi misolimizda ibnun kalimasi berilgan. Demak, bu o'rgangan qoidamizga ko'ra, ibnun kalimasini ham oldidan biror bir harakat kelsa, ayni o'sha harakatni, alifni harakatini o'qimasdan ulab o'qib ketar ekanmiz. Endi oldidan biror bir harakat kelmasa-chi, alifni kasrasi bilan o'qir ekanmiz. Misol uchun, ibnu Xolidin fil madrasati. Keyingi misolimizchi vabnu Hamidin. Ya'ni vav harfini harakatini, alifni harakatini tashlab, ba harfini harakatiga ulab o'qidik. Vabnu Hamidin fil jamiati. Ushbu o'qigan misolimizni ma'nosini izohlar qismida yozib qoldiring. Keyingi misol ibnul mudarrisi fil fasli. Ayna ibnul mudiri. Ma'nosi quyidagicha. Ibnul mudarrisi, o'qituvchining bolasi sinfda. Ayna ibnul mudiri, mudirning bolasi-chi qayerda? Biz birinchi o'qigan misolimizdagi alifni o'zini kasrasi bilan o'qidik. Ikkinchi misolimizdagi alifni esa o'zidan oldingi nun harfini harakatini alifdan keyin kelayotgan ba harfini harakatiga ulab o'qish orqali talaffuz qildik. Shu bilan kitobimizning 31-sahifasidagi 9-mashqimizni namuna qismini ham tugatib oldik. Endi esa kitobimizning 32-sahifasidagi hamzatul vaslga oid mashqlarni birgalikda namuna qismida sizga ko'rsatib berganimdek bajaramiz. Shu o'rinda bir eslatma: silsilaviy shakldagi bepul darslarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosing va izohlar qismida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Birinchi misol: Ibnu Muhammadin fil Iroqi va ibnu Hamidin fil Hindi. Bu misolimizda ikkita gap berilgan. Vav harfidan oldingisi birinchi gap, vav harfidan keyingisi ikkinchi gap. Ma'nosi quyidagicha. Muhammadning o'g'li Iroqda. Ikkinchi gapimiz esa Homidning o'g'li Hindistonda. Endi keling birgalikda gaplarni tahlil qilamiz. Birinchi gapimizni boshida turgan ibnu kalimasini alifini nega harakatini kasra bilan o'qidik? Sababi o'zidan oldin biror bir so'z bo'lmaganligi uchun. Ya'ni o'zidan oldin biror bir harakat bo'lmaganligi uchun oldidagi harakatga ulab o'qiy olmaymiz. Shu sababli o'zini harakatini olib kelamiz. Ibnu shaklida o'qidik. Ikkinchi alifimizni esa vav harfini harakati bilan birgalikda o'qidik. Ya'ni va ibnu shaklida emas, balki vabnu shaklida. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi grammatik tahlil qilamiz. Ibnu bu gapimizda mubtado. Muhammadin esa ibnu so'ziga izofa bo'lib kelmoqda. Ibnu muzof, Muhammadin muzofun ilayh. Fil Iroqi iborasi esa xabar. Ikkinchi gapimizda esa ibnu kalimasi birinchi gapimizdek mubtado va o'zi izofa holatida kelmoqda. Ibnu muzof, Hamidin muzofun ilayh. Fil Hindi esa xabar bo'lib kelmoqda. Mana shu shaklda qolgan misollarimizni ham o'qiymiz. Keyingi misol: Xaraja ibnu tabibi minal bayti. Bu o'qigan misolimizda ibnu kalimasini alifni harakatini o'qimasdan, balki o'zidan oldingi jim harfini ba harfiga ulash orqali o'qidik. Ya'ni xaraja ibnu emas, xaraja ibnu shaklida. Xaraja ibnu tabibi shaklida talaffuz qildik. Endi grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, bu gapimiz fe'l bilan boshlanganligi uchun xarajani fe'l deymiz. Endi mana shu fe'lni bajaruvchisi esa fa'il deyiladi. Ibnu so'zini fa'il deymiz. Ibnu muzof, at-tabibi muzofun ilayh. Minal bayti esa to'ldiruvchi hisoblanadi. Ma'nosi esa quyidagicha. Tabibning o'g'li xonadan chiqdi. Keyingi misol: Zahaba ibnut tajiri ila suqi. Bu gapimiz ham bundan oldingi gapimiz kabi bir xil tahlil qilinadi. Ya'ni zahaba ibnu shaklida emas, balki ba harfini o'zidan keyingi baga ulab o'qiymiz. Ya'ni zahaba ibnut tajiri shaklida.
Gapimiz fe'l bilan boshlanganligi uchun zahabani fe'l deymiz. Ibnuni fa'il deb nomlaymiz. Gapimizning ma'nosi quyidagicha. Tijoratchining o'g'li bozorga chiqdi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolni o'qiymiz. Ismul muhandisi Faysalun vasmut tabibi Mas'udun. Bu o'qigan misolimiz ikkita gapdan iborat. Vav harfidan oldingi misolimiz bitta gap, vav harfidan keyingi misolimiz ikkinchi gap. Grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, ikkala gapimizni boshidagi ism so'zi mubtado hisoblanadi. Birinchi gapimizdagi xabar Faysalun, ikkinchi gapimizdagi xabar esa Mas'udun. Endi esa ikkala jumlamizning ma'nosini osongina ayta olamiz. Muhandisning ismi Faysal, tabibning ismi esa Mas'ud. 5-misol. Masmur rajuli. Erkak kishining ismi nima? Ya'ni biz nazarda tutayotgan bir erkakni ismi. Bu o'rindagi ism so'zini ham talaffuzda alifni harakatini o'qimasdan o'tib ketdik. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. Ibnu man anta. Sen kimning o'g'lisan? Ana ibnul vaziri. Men vazirning o'g'liman. Vazir so'zi bizga yangi bo'lganligi uchun bu so'zni lug'at daftaringizga yozib qo'ying. Grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, ana mubtado bo'ladi, ibnu gapimizning xabari. Ibnu muzof, al-vaziri muzofun ilayh. Ya'ni ibnul vaziri ikkita so'z bir-biriga so'z birikmasi orqali birikib kelmoqda. Shu bilan 5-darsga oid barcha mashqlarni tugatib oldik. Endi mana shu kitobimizning 5-darsida berilgan yangi lug'atlarni ko'rib olamiz. Bilmaganlarimizni ostiga o'zbekchasini yozib qo'yaylik. Birinchisi ar-rasulu. Elchi, rasul degan ma'noni ifodalaydi. Keyingi misol al-ka'batu. Ka'ba degan ma'noni ifodalaydi. Keyingi misol al-ismu. Ism, ot, nom degan ma'noni ifodalaydi. Keyingi misol al-ibnu. O'g'il, bola degan ma'noni ifodalaydi. Keyingi misol al-ammu. Amaki degan ma'noni ifodalaydi. Keyingi misolga o'tamiz. Al-xolu. Tog'a degan ma'noni ifodalaydi. Keyingi misolga o'tamiz. Al-haqibatu. Sumka degan ma'noni ifodalaydi. Yozib olishga ulgurayotgan bo'lsangiz, keyingi misolga o'tamiz. As-sayyaratu. Mashina degani. Keyingi so'z ash-shari'u. Ko'cha, yo'l ma'nosini ifodalaydi. Keyingi misol mughlaqun. Yopiq degani. Keyingi misol tahta. Ostida, tagida degan ma'noni ifodalaydi. Bu zarf edi, esingizda bo'lsa. Keyingi misol hunaka. Ana u yerda. Huna bo'lsa bu yerda degandi. Bu ko'rib turgan barcha so'zlarimiz 5-darsda o'rgangan yangi lug'atlarimizdir. Kitobimizning 5-darsida qismlarga bo'lgan holatda mashqlar bilan birgalikda o'rgandik. Bu so'zlarimizning orasida muzakkarlari bor va muannaslari bor. Muannas so'zlar oz bo'lganligi uchun belgilab ketaman. Buni siz daftaringizga yozib qo'ying. Shu o'rinda bir eslatma. Lug'atlarni yodlab olish uchun bu so'zlarni amalda qo'llash kerak. Misollar bilan birgalikda qayta takrorlash kerak. Shunda bu so'zlar yodimizda saqlanib qoladi. Kitobimizning 5-darsda berilgan yangi lug'atlarni ham takrorlab oldik. Endi asosiy mavzusi, ya'ni izofa mavzusini yana bir bor takrorlab olamiz. Izofa mavzusi ikkita so'zni birikishidan tarkib topardi. Ikki ismning birinchisi muzof, ikkinchisi esa muzofun ilayh deb nomlanardi. Misol uchun, o'qituvchining mashinasi demoqchi bo'lsak, mashina so'zni birinchisiga olib kelamiz va o'qituvchi so'zni esa izofani ikkinchi bo'lagiga, ya'ni muzofun ilayh o'rniga qo'yamiz. Ya'ni nazarda tutilayotgan so'zimiz avval keladi. Tegishli ekanligini bildiradigan qismi esa ikkinchi bo'lakda, ya'ni muzofun ilayh bo'lib keladi. Bu qoida o'zbek tilidagi so'z birikmasini aksi, ya'ni teskarisi shaklda ishlatiladi. Misol uchun, mushuk o'qituvchining mashinasining tagida degan jumlamizda bunga amin bo'lasiz. Ya'ni har bir so'zni alohida ranglar bilan ajratamiz. Al-qittu tahta sayyaratil mudarrisi. Al-qittu mushuk degani, tahta tagida degani, sayyarati esa mashina, al-mudarrisi esa o'qituvchining. Endi to'liq tarjima qilamiz. Mushuk o'qituvchining mashinasining tagida. Endi grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, jumlamizda al-qittu mubtado,
Taxta zarf misollar qatorida bo'lsa-da, gapimizda xabar bo'lib kelmoqda. Sayyarati esa muzofun ilay, ya'ni taxta so'ziga mana shu shaklda bog'lanib kelmoqda. Va shu bilan birgalikda sayyarati o'zi muzof, al-mudarrisi esa muzofun ilay. Ya'ni bu gapimizda izofa zanjiri hosil bo'lmoqda. Shu bilan birinchi kitobimizni 5-darsini ham tugatib oldik. Kelasi darsimizda kitobimizni 6-darsidan boshlab o'rganamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.